Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib muhokama qilaman. Chiroqqa yangi hisoblar, suvga yangi tariflar va pensiya oshirilishi masalasi. Bu mavzu faqat bir guruh odamga emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Chunki har oy hammamiz elektr energiyasi uchun to'lov qilamiz, suv ishlatamiz. Ko'pchilik xonadonlarda pensioner ota-onalarimiz, bu bobolarimiz bor. Shuning uchun bu ma'lumotni oxirigacha eshitish juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki men bugun oddiy tilda misollar bilan kim nimalarga e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Avvalgi yillarda odamlar kommunal to'lovlarni ko'proq odat bo'yicha to'lab kelardi. Masalan, chiroq uchun hisob keldi, to'lov qilindi. Suv uchun hisob keldi, to'lov qilindi. Ko'pchilik hisob kitob qanday shakllanayotganini, qaysi tarif qayerdan chiqayotganini, hisoblagich ko'rsatkichi to'g'ri olinayotganini chuqur tekshirib o'tirmasdi. Ayniqsa yoshi katta insonlar qarzim chiqmasin deb kelgan summani to'lab qo'ya qolardi. Endi vaziyat o'zgaryapti. Kommunal tizimlarda tariflar bosqichma-bosqich qayta ko'rib chiqilyapti. Iste'mol hajmiga qarab hisoblash tartibi kuchaymoqda, ayrim joylarda ijtimoiy me'yor, ya'ni belgilangan limit doirasida boshqa narx, undan oshganda esa boshqa narx qo'llanishi mumkin. Bu degani endi faqat qancha keldi shuni to'layman deyish yetarli emas. Har bir xonadon o'z iste'molini bilishi, hisoblagichni nazorat qilishi, shaxsiy kabinet yoki to'lov ilovalaridagi ma'lumotlarni tekshirish kerak bo'ladi. Men ekspert sifatida eng asosiy narsani aytaman. Yangi hisoblar va yangi tariflar shunchaki qog'ozdagi raqam emas. Bu oilaviy byudjetga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Agar bir oilada daromad o'zgarmasa, lekin chiroq va suv xarajati oshsa, demak boshqa xarajatlarni qayta rejalashtirishga to'g'ri keladi. Pensiya oshirilishi esa aynan shu bosimni qisman yumshatish uchun muhim. Lekin pensiya oshdi degani barcha muammo avtomatik hal bo'ldi degani emas. Chunki kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, dori-darmon, transport va boshqa xarajatlar ham bir vaqtda e'tibor talab qiladi. Elektr energiyasi bo'yicha eng katta o'zgarishlardan biri shundaki, endi ko'plab iste'molchilarda hisob-kitob yanada aniqroq yuritiladi. Hisoblagichlar avtomatlashtirilgan bo'lsa, ko'rsatkichlar tizimga bevosita tushadi. Bu yaxshi tomoni, inson omili kamayadi. Kimdir noto'g'ri yozib qo'yishi ehtimoli pasayadi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar sizning hisoblagichingizda avvaldan noto'g'ri ko'rsatkich, eski qarzdorlik yoki nomingizga rasmiylashtirish bilan bog'liq muammo bo'lsa, tizim buni ham ko'rsatib qo'yadi. Oddiy misol olaylik. Bir xonadonda oyiga 1 taqsim kilovat-soat elektr ishlatiladi. Bu oilada muzlatkich, televizor, kir yuvish mashinasi, chiroqlar va ba'zan konditsioner ishlaydi. Agar tarif o'zgarsa, bu oilaning har oylik to'lovi ham o'zgaradi. Lekin boshqa bir xonadonda yoz oyida konditsioner har kuni takkason soat ishlasa, elektr choynak tez-tez yoqilsa, elektr plita bo'lsa, iste'mol tarifi 500 kilovat-soatga chiqishi mumkin. Mana shu farq yangi hisoblarda juda seziladi. Chunki kam ishlatgan bilan ko'p ishlatganning to'lovi bir xil bosim bermaydi. Men odamlarga doim shuni tushuntiraman. Elektr energiyasi xarajatida eng katta yutib yuboruvchi qurilmalar bor. Konditsioner, elektr isitgich, suv isitgich, elektr plita, eski muzlatkich va nosos simlar. Masalan, eski muzlatkich kun davomida tinmay ishlasa, u yangi tejamkor muzlatkichga qaraganda ancha ko'p energiya sarflaydi. Yoki elektr isitgichni qishda kechasi bilan yoqib qo'yish bir oyda hisobni keskin oshiradi. Ba'zi oilalar biz chiroqni ham yoqamiz-ku deydi. Lekin muammo lampochkada emas, katta quvvatli uskunalarda bo'lishi mumkin. Kimlar chiroq bo'yicha ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, hovlida yashovchilar. Chunki hovlida asos issiqxona, ustaxona, qo'shimcha xonalar bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, uyda elektr isitish yoki elektr suv isitgich ishlatadiganlar. Uchinchidan, ijarachilar va uy egalari. Agar uy bergan bo'lsa, hisoblagich kimning yozilyapti? To'lov o'z vaqtida qilinyaptimi? Buni oldindan kelishib olish kerak. To'rtinchidan, ko'p qavatli uyda yashab, umumiy elektr sarfi bo'yicha nizolar chiqadigan fuqarolar ham e'tiborli bo'lishi lozim. Kimlar unchalik xavotir qilmasligi mumkin. Agar xonadonda iste'mol past bo'lsa, hisoblagich soz bo'lsa, qarzdorlik bo'lmasa, to'lovlar doim vaqtida qilinsa, katta xavf yo'q. Lekin baribir har oy ko'rsatkichni tekshirish kerak. Chunki kommunal tizimda xatolik butunlay bo'lmaydi deb hech kim kafolat bermaydi. Xato bo'lsa, uni erta aniqlagan odam tezroq tuzatadi. Kech qolgan odam esa keyin katta summani isbotlashga qiynaladi.
Suv masalasi ham oddiy ko'rinadi, lekin aslida juda jiddiy. Chunki suv tariflari o'zgarganda faqat ichimlik suvi uchun emas, ayrim hududlarda kanalizatsiya, ya'ni oqova suv xizmati uchun ham to'lov o'zgarishi mumkin. Ko'p odamlar faqat krandan oqayotgan suvni hisoblaydi. Lekin hisob varaqasida ichimlik suvi alohida, oqova suv alohida ko'rsatilishi mumkin. Shu sababli umumiy summa birdan oshgandek ko'rinadi. Avval qanday edi? Ko'p joylarda hisoblagich bo'lmasa, suv to'lov yashovchilar soniga qarab hisoblanardi. Masalan, xonadonda 4 kishi ro'yxatda tursa, har bir kishi uchun me'yor bo'yicha to'lov yoziladi. Lekin amalda uyda 2 kishi yashashi mumkin yoki aksincha, 6 kishi yashab, ro'yxatda 4 kishi turishi mumkin. Bu adolatsizlik keltirib chiqaradi. Hisoblagich bo'lsa, qancha ishlatsangiz shuncha to'laysiz. Lekin hisoblagichning o'zi ham vaqtida tekshiruvdan o'tishi, plombasi buzilmagan bo'lishi. Ko'rsatkichlar to'g'ri olinishi kerak. Keling, misol bilan ko'ramiz. Bir oilada 3 kishi yashaydi. Ular suvni tejab ishlatadi. Idish yuvishda kranni ochiq qoldirmaydi. Kir yuvish mashinasini yarim bo'sh holatda ishlatmaydi. Hojatxona bakida sizib o'qish yo'q. Bunday oilada oyiga takas iniki kub metr suv sarflanishi mumkin. Boshqa oilada esa kran tomchilab turadi, unitaz baki sekin oqadi. Hovlida suv bilan tez-tez yuvish ishlari qilinadi. Yozda ko'p sug'oriladi. U yerda 25-35 kub metr yoki undan ham ko'proq chiqishi mumkin. Tarif o'zgarganda aynan mana shu ortiqcha sarf odamning cho'ntagiga kuchli uriladi. Eng ko'p uchraydigan muammo odamlar mayda sizishni hisobga olmaydi. Masalan, kran bir maromda tomchilab tursa, bir oyda sezilarli hajmda suv ketishi mumkin. Unitaz baki sekin oqib tursa, bu yanada katta yo'qotish. Ko'zga ko'rinmaydi, ovozi ham bilinmaydi, lekin hisoblagich aylanaveradi. Keyin odam men shuncha suv ishlatmadim deydi. Aslida suv ishlatilgan, faqat foydali ishlatilmagan. Shuning uchun yangi tariflar sharoitida birinchi navbatda uy ichidagi santexnikani tekshirish kerak. Suv bo'yicha kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Hovlida yashovchilar, ko'p odam yashaydigan xonadonlar, hisoblagichi eski bo'lganlar, ijaraga uy beradiganlar, yashovchilar soni hujjatda noto'g'ri ko'rsatilgan oilalar. Yana bir muhim toifa, uyda vaqtincha yashamayotganlar. Masalan, xonadon yopiq turibdi, lekin ro'yxatda odamlar bor va hisoblagich yo'q. Bunday holatda to'lov kelishda davom etishi mumkin. Agar siz uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, suv ta'minot tashkilotiga murojaat qilib tartibni aniqlab qo'yish kerak. Endi pensiya masalasiga o'tamiz. Pensiya oshirilishi ko'pchilik uchun juda muhim yangilik. Chunki pensionerlar daromadi odatda qat'iy belgilangan bo'ladi. Ishlayotgan odam qo'shimcha ish qilishi, daromadini oshirish yo'lini izlash imkoniga ega bo'lishi mumkin. Pensioner esa ko'pincha oyma-oy beriladigan pensiyaga tayanadi. Shu sababli pensiya miqdoridagi har qanday o'zgarish oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov va kundalik ehtiyojlarga ta'sir qiladi. Lekin bu yerda bitta nozik masala bor. Pensiya oshirilganda hamma bir xil miqdorda ko'payadi deb o'ylash xato. Odatda pensiya turi, ish staji, avvalgi hisoblangan miqdor, ustamalar, nafaqa yoki pensiya kategoriyasi kabi omillar ta'sir qiladi. Masalan, bir odam yoshga doir pensiya oladi. Boshqasi nogironlik pensiyasi oladi. Yana biri boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Ularning har birida hisoblash tartibi farq qilishi mumkin. Shuning uchun falonchiga shuncha qo'shilibdi, menga nega kamroq degan savolni darrov adolatsizlik deb baholashdan oldin o'z pensiya turini va hisob-kitob asosini tekshirish kerak. Real misol keltiraman. Bir pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya olsa, oshirilish foizda bo'lsa, qo'shimcha summa bir xil raqam emas, avvalgi miqdorga bog'liq bo'ladi. Boshqa pensioner 2 million so'm olsa, unga qo'shiladigan summa ko'proq bo'lishi mumkin. Bu kimdir ko'proq hurmat qilindi degani emas. Balki hisoblash bazasi boshqacha degani. Yana ayrim hollarda minimal pensiya yoki minimal nafaqa miqdori oshiriladi. Shunda past miqdor oladiganlar uchun ta'sir kuchliroq seziladi. Shu sababli xabarni eshitganda faqat sarlavhaga qarab xulosa chiqarmaslik kerak. Pensiya oshirilishi kommunal to'lov bilan qanday bog'liq? Juda bevosita bog'liq. Agar chiroq va suv xarajati oshsa, pensioner oilalarda bu darhol seziladi. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner elektrni kam ishlatishi mumkin, lekin dori-darmon xarajati ko'p bo'ladi. Yoki ikki pensioner yashaydigan xonadonda qishda isitish uchun elektr moslama ishlatilsa, pensiyadagi qo'shimcha pulning bir qismi kommunal to'lovga ketib qoladi. Shu bois pensiya oshirilishini qo'shimcha erkin pul sifatida emas, avvalo zarur xarajatlarni yopish imkoniyati sifatida ko'rish kerak. Men buni ochiq aytaman.
Yangi tariflar sharoitida eng ko'p qiynaladiganlar daromadi past, lekin iste'moli nazorat qilinmaydigan xonadonlar bo'ladi. Uyda eski elektr uskunalar ko'p, suv sizib turibdi. Hisoblagich ko'rsatkichlari kuzatilmaydi. To'lovlar kechiktiriladi. Bunday holatda qarzdorlik yig'ilib boradi. Avval kichik ko'ringan 50 ming so'm farq bir necha oyda katta summaga aylanishi mumkin. Aksincha, iste'molni nazorat qiladigan oilalar vaziyatga tez moslashadi. Masalan, har oyning birinchi kuni hisoblagich ko'rsatkichini rasmga olib qo'yadi. To'lov ilovasida kelgan summa bilan solishtiradi. Kran va baqlarni tekshiradi. Konditsionerni me'yorida ishlatadi. Eski lampalarni tejamkor lampalarga almashtiradi. Bu ishlar oddiy tuyuladi, lekin bir yil davomida sezilarli tejash beradi. Yana bir misol. 5 kishilik oilada yozda konditsioner ishlaydi. Agar konditsioner 28 darajaga qo'yilib, eshik deraza ochiq tursa, elektr sarfi oshadi. Agar xona avval shamollatilib, keyin deraza yopilib, konditsioner 24-26 darajada ishlatilsa farq bo'ladi. Bu sog'liq uchun ham, hisob uchun ham ma'qulroq. Suvda ham xuddi shunday, mashinani yuvish, hovlini yuvish. Bo'g'ni sug'orish uchun ichimlik suvidan cheksiz foydalanish kelajakda hisobni og'irlashtiradi. Ayniqsa suv tanqis hududlarda bu masala yanada jiddiy. Endi istisnolar haqida gapiraylik. Har bir hududda tariflar, xizmat ko'rsatish tartibi. Hisob-kitob usuli bir xil bo'lmasligi mumkin. Shahar bilan tuman, ko'p qavatli uy bilan hovli, markazlashgan suv tarmog'i bilan mahalliy tarmoq o'rtasida farqlar bo'ladi. Shuning uchun men har doim shuni maslahat beraman. Umumiy xabarni eshiting, lekin oxirgi aniq ma'lumotni o'zingizning hududingizdagi elektr tarmoqlari va suv ta'minoti tashkilotidan tekshiring. Birinchi nozik jihat, hisoblagich ko'rsatkichi. Agar sizda eski hisoblagich bo'lsa, uning tekshiruv muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Tekshiruv muddati o'tgan hisoblagich bo'yicha hisoblash boshqacha tartibda amalga oshirilishi ehtimoli bor. Shuning uchun hisoblagich pasporti plombasi oxirgi tekshiruv sanasi muhim. Agar hisoblagich ishlamay qolgan bo'lsa, buni yashirish yoki keyin aytaman deyish noto'g'ri. Vaqtida ariza berilsa, masala rasmiy tartibda hal qilinadi. Aks holda keyin nizoli hisob chiqishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat qarzdorlik. Ba'zan odam yangi tarif sabab katta summa keldi deb o'ylaydi. Aslida eski qarz ham qo'shilib kelgan bo'ladi. Masalan, o'tgan oy to'lov to'liq o'tmagan, bank yoki ilovada kechikish bo'lgan, abonent raqami noto'g'ri kiritilgan. Natijada joriy oyda umumiy qarz kattaroq ko'rinadi. Shuning uchun to'lov cheklarini saqlash kerak. Elektron to'lov qilgan bo'lsangiz, ilovadagi tarixni o'chirib yubormang, skrinshot qilib qo'yish ham foydali. Uchinchi nozik jihat, ijtimoiy himoya. Ayrim toifadagi fuqarolar, masalan, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar yoki temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi tizimlarda hisobda turadigan oilalar ayrim yordam turlaridan foydalanishi mumkin. Lekin bu yordam avtomatik hammaga beriladi deb o'ylamaslik kerak. Ko'pincha murojaat qilish, hujjat topshirish, mahalla yoki tegishli tashkilot orqali holatni tasdiqlash talab qilinadi. To'rtinchi nozik jihat, ro'yxatda turgan odamlar soni. Suv hisoblagichi bo'lmagan xonadonlarda yashovchilar soni to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Agar kimdir allaqachon boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, lekin ro'yxatdan chiqmagan bo'lsa, siz ortiqcha to'lov qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki aksincha, uyda ko'proq odam yashasa, lekin rasmiy ma'lumot boshqacha bo'lsa, keyinchalik qayta hisob-kitob muammosi chiqishi mumkin. Hujjatdagi holat bilan amaldagi holat imkon qadar mos bo'lishi kerak. 5-nozik jihat, umumiy foydalanish joylari. Ko'p qavatli uylarda podest chiroqlari, nasoslar, lift, umumiy suv yo'qotishlari kabi masalalar bor. Ba'zan odam o'z xonadonida kam ishlatadi, lekin umumiy xarajat bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Bunday holatda boshqaruv kompaniyasi, shirkat yoki mas'ul tashkilotdan yozma tushuntirish so'rash kerak. Og'zaki gap bilan cheklanmaslik kerak. Chunki yozma javob keyingi murojaatlarda asos bo'ladi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, elektr va suv hisoblagichlaringizni tekshiring. Bugun yoki ertaga ko'rsatkichni rasmga oling. Rasmda sana ko'rinmasa ham telefonning o'zida sana saqlanadi. Keyin bir oy davomida sarfni kuzating. Masalan, bugun elektr hisoblagich 12.500 so'm ko'rsatdi. Bir oy keyin 12.720 bo'ldi. Demak, oyga 220 kWh ishlatgansiz. Suvda ham xuddi shunday. Bugungi kub metr va keyingi oy ko'rsatkichi farqi sizning real sarfingizni beradi. Ikkinchi qadam, to'lov ilovasidagi
yoki shaxsiy kabinetdagi ma'lumotni tekshiring. Abonent raqami to'g'rimi, qarzdorlik bormi? Oxirgi to'lov qachon tushgan, bularni ko'ring. Agar siz to'lov qilgan bo'lsangiz, lekin tizimda aks etmagan bo'lsa, darhol chek bilan murojaat qiling. Keyingi oy o'zi to'g'rilanib qoladi deb kutish har doim ham to'g'ri emas. 3-qadam, uy ichidagi ortiqcha sarfni toping. Elektrda eski lampalarni tejamkor lampalarga almashtiring. Elektr isitgich va konditsionerni nazorat bilan ishlating. Bo'sh xonada chiroq, televizor, zaryadlovchi qurilmalar bekor ishlamasin. Suvda esa kran, dush, unitaz baki, quvur ulanishlarini tekshiring. Agar sizib chiqish bo'lsa, ustani chaqirish xarajatdek ko'rinadi, lekin ko'pincha 1-2 oy ichida o'zini oqlaydi. 4-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Sizda kadastr hujjati, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, abonent shartnomasi yoki abonent raqami, oxirgi to'lov cheklari, hisoblagich pasporti bo'lsa, ularni bir joyga jamlab qo'ying. Agar uy egasi boshqa, to'lov qiluvchi boshqa odam bo'lsa, bu holatni ham aniqlashtiring. Ayniqsa meros qolgan uylar, ijaradagi uylar, sotilgan lekin abonent nomi o'zgarmagan xonadonlarda muammo ko'p chiqadi. 5-qadam. Agar hisob noto'g'ri deb o'ylasangiz, og'zaki tortishuv bilan cheklanib qolmang. Tegishli elektr tarmoqlari yoki suv ta'minoti bo'limiga yozma ariza bering. Arizada abonent raqamingizni, manzilingizni, telefon raqamingizni, muammo mazmunini aniq yozing. Masalan, falon davr uchun hisoblangan summa bo'yicha qayta tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman. Hisoblagich ko'rsatkichi falon sana holatiga ko'ra falon raqamni tashkil qiladi. To'lov cheklari ilova qilinadi. Mana shunday aniq yozilsa, murojaatni ko'rib chiqish osonlashadi. 6-qadam, pensionerlar pensiya oshirilishini tekshirsin. Pensiya plastik kartaga tushsa, bank ilovasida yoki bankomat orqali kelgan summani ko'rish mumkin. Naqd oladiganlar pochta yoki mas'ul to'lov nuqtasidan aniqlaydi. Agar kutilgan oshirish aks etmasa, darrov xulosa chiqarmasdan pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, avvalgi to'lov ma'lumotlari va bank rekvizitlarini olib boring. 7-qadam. Oilaviy byudjetni qayta hisoblang. Men buni juda muhim deb bilaman. Bir varaq oling va oyga elektr, suv, gaz, oziq-ovqat, dori, transport, aloqa uchun qancha ketishini yozing. Pensioner bor oilada pensiya qaysi xarajatlarga yo'naltirilishini kelishib oling. Ko'pincha muammo pulning kamligidagina emas, xarajat ko'rmay ketishida ham bo'ladi. Raqamlarni yozgan odam vaziyatni yaxshiroq boshqaradi. 8-qadam, mahalla va ijtimoiy yordam imkoniyatlarini so'rang. Agar oilangizda daromad past bo'lsa, kommunal to'lovlar og'irlik qilayotgan bo'lsa, pensioner yoki nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, mahallaga murojaat qiling. Qaysi yordam turlari bor? Qanday hujjat kerak? Ariza qayerga beriladi? Bularni aniqlashtiring. Kerakli hujjatlar odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, daromad ma'lumotlari, pensiya yoki nafaqa haqidagi hujjat, kommunal qarzdorlik yoki to'lov ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Hududga qarab talab farq qilishi mumkin. Ko'pchilik so'raydi, agar tarif oshsa men darhol ko'proq to'laymanmi? Javob shunday. Sizning to'lovingiz tarifga ham, iste'mol hajmiga ham bog'liq. Agar tarif oshsa-yu, siz iste'molni kamaytirsangiz, umumiy summa keskin oshmasligi mumkin. Agar tarif ham oshsa, iste'mol ham ko'paysa, to'lov ancha seziladi. Shuning uchun asosiy nazorat sizning qo'lingizda bo'lgan qism, ya'ni iste'molni boshqarishdir. Yana savol, hisoblagich bo'lmasa nima bo'ladi? Bunday holatda odatda me'yor bo'yicha hisoblash qo'llanadi. Bu ba'zi oilalar uchun qulay, ba'zilar uchun noqulay bo'lishi mumkin. Agar siz suvni kam ishlatsangiz, hisoblagich o'rnatish foydali bo'lishi ehtimoli yuqori. Agar xonadonda ko'p odam yashasa va suv sarfi katta bo'lsa, hisoblagich real iste'molni ko'rsatadi. Har qanday holatda ham hisoblagich masalasini qonuniy va rasmiy tartibda hal qilish kerak. Pensiya oshsa, kommunal to'lovdagi o'sishni qoplaydimi degan savol ham bor. Bu har bir oilaning holatiga bog'liq. Yolg'iz pensioner kam elektr va suv ishlatsa, oshirilgan pensiya yordam beradi. Lekin katta xonadonda bir nechta odam yashasa, elektr uskunalar ko'p bo'lsa, suv sarfi yuqori bo'lsa, pensiyadagi qo'shimcha to'lov barcha oshgan xarajatlarni to'liq yopmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya oshirilishi bilan birga iste'molni ham tartibga solish kerak. Yana bir savol, agar hisob noto'g'ri bo'lsa, to'lamay tursam bo'ladimi? Men bunday yo'lni tavsiya qilmayman. Eng to'g'risi bahsli qismni aniqlashtirish uchun yozma murojaat qilish, mavjud cheklar va hisoblagich ko'rsatkichlarini taqdim etish. Agar umuman to'lamay qo'ysangiz, qarzdorlik,
penga yoki xizmat cheklanishi kabi muammolar paydo bo'lishi mumkin. Masalani hujjat bilan rasmiy tartibda hal qilish eng to'g'ri yo'l. Xulosa qilib aytaman, chiroqqa yangi hisoblar, suvga yangi tariflar va pensiya oshirilishi bir-biridan alohida ko'rinadigan, lekin aslida har bir oilaning byudjetida bir joyda uchrashadigan masalalardir. Endi har bir xonadon hisoblagichni kuzatishi, to'lovlarni tekshirishi, ortiqcha sarfni kamaytirishi, hujjatlarni tartibga keltirishi va zarur bo'lsa rasmiy murojaat qilish kerak. Pensiya oshirilishi esa pensionerlar uchun muhim yordam, lekin uni ham to'g'ri rejalashtirish zarur. Men sizlarga shuni maslahat beraman. Bugun elektr va suv hisoblagichlaringizni rasmiy oling. Oxirgi to'lovlaringizni tekshiring. Uyda suv sizishi yoki ortiqcha elektr sarfi bor yo'qligini ko'ring. Agar pensioner yaqinlaringiz bo'lsa, ularning pensiya summasi to'g'ri tushganini aniqlashga yordam bering. Bu oddiy harakatlar keyinchalik katta muammolarning oldini oladi. Sizning hududingizda chiroq va suv bo'yicha hisoblar qanday kelmoqda? Pensiya oshirilishi oilaviy xarajatlaringizga sezildimi? Fikringizni albatta izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin.